Eslaylik-da, hammamiz mana shu yerda cho'ntagimizda qancha pulimiz bor, yo'ligimizdan qat'iy nazar bir yoshligimizni eslaylik-da. Zo'r hayot bo'lgani, beg'am hayot bo'lgani, shoh ham, gado ham nima qilar ekan? Yoshligini qo'msar ekan. Nimaga desangiz, g'am bo'lgan emas. Xatinkasini yetib kelib, so'kish eshitgan tepaverin ertasiga chiqib, chunki olib beradigan dadasi bor. Urushib ko'ynagini loq qilib, kir qilib kelavergan, yuvib beradigan onasi bor. To'g'rimi? Hech narsani g'amini qilgan emas. Remontga pul desa hech o'ylangan emas. Shunday, dada deydi remontga pul deyapti. Nima dardi bo'lsa shakilda dadasiga aytgan, dadasi xalqi bergan, xotirjam hayot bo'lgan. Eslaylar hammamizda. Shunaqa yashash mumkinmi katta bo'lgandan keyin? Mumkin birodarlar. Xuddi dadangizga dardingizni aytgandek, ya'ni kimgadir dardingizni aytish kerak bo'ladi. Mana yosh bolalik paytimizda hamma problemamizni otamiz hal qilib bergan, suyanchig'imiz bo'lgan, biz uchun g'am bo'lmagan. Hayotda katta bo'lganda shunday yashash mumkinmi? Allohga tavakkal qilgan el na talqonni, na qalqonning g'amini yer degan ekan So'fi Alloh.